yangi basseyn o'rnatganingizda bilishingiz kerak bo'lgan 5 ta narsani aytib o'taman. Birinchisi, narvonni bolalar rejimi. Agar uyingizda yosh bola bo'lsa, suzishni bilmasa, cho'milib bo'lgandan keyin mana bu qismini tepaga olib qo'ysangiz bo'ladi. Tepaga olib qo'yasiz, bolalar tusholmaydi. Ikkinchisi, suv to'lish jarayonida mana oyoqlarini bu tarafga tortib turish kerak. Ichiga suv to'lgan sari bosim tushib, oyog'i ichkariga kirib ketadi. Agar bu holatda qolib ketsa, oyog'i sinib ketishi mumkin. Shuning uchun har yarim soatda tortib turishlari kerak. Uchinchisi, basseynimiz to'layotgan jarayonda yarmi to'lgandan keyin ichkariga o'rtasi mana qorni kamon bo'lib qoladi, ichkariga kirib qoladi. Buni hech qanday xavotirli joyi yo'q. Bu normal holat. Suv to'lgandan keyin o'zi yoyilib joyiga keladi. To'rtinchisi, burchaklari bo'ladi basseynimizni. Burchaklari o'ynab turadi. O'zi qimirlab turadi. Suv to'lgani sari bu joyiga kelib moslashib oladi. Mana shunday holatga qo'yib qo'yasizlar, qimirlashidan xavotir olmanglar. Beshinchisi nima desalaring, filtrimiz, mana kartrejning filtri o'rnagandan keyin suv to'ladi. Mana pastki qismi filtr suvni tortadigan qismi. Tepa qismi filtrdan suv chiqadigan qism. O'sha qismdan suv oshgandan keyin suv o'zi to'ladi, shlankalariga to'lgandan keyin filtrning ichi ham to'ladi. Sizlar havosini chiqarib olishlaring kerak. Havosini chiqarib olasizlar, keyin suv chiqishni boshlagandan keyin yopib, filtrni bemalol ishlataversalaring bo'ladi. Shunaqa basseynlar kerak bo'lsa, Telegram kanalimizga yozib qoldiramiz. Kirib, turli xil assortimentlar bor, tanishib, buyurtmoqsalaring bo'ladi. Dastavkamiz O'zbekiston bo'yicha.